Assalomu alaykum, hurmatli loyiha ishtirokchilari. Men Choriyeva Marjona, 19 yoshdaman. Hozirda Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumining 2-bosqich talabasi sifatida tahsil olyapman. Men uchun huquqshunoslik sohasi nafaqat kasb, balki kelajakda hayotimni bag'ishlamoqchi bo'lgan maqsad va orzularimdir. Qonun ustuvorligi, adolat va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish jamiyat taraqqiyotining poydevori deb bilaman. Bu 100 komment loyihasida ishtirok etishning asosiy sabablari o'zini sinab ko'rish, amaliyotda ishtirok etish va yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganishdir. Bundan tashqari, jamiyatimizda faol tashabbuskorlar sifatida o'z hissamni qo'shish, ijtimoiy loyihalarda hamkorlik qilish va kelajakda yetuk mutaxassis bo'lish yo'lida harakatlanaman. Ishonamanki, bu loyiha menga nafaqat kasbiy rivojlanish, balki liderlik qobiliyatini shakllantirish, jamoa bilan ishlash va kelajakda jamiyat uchun foydali bo'lgan loyihalarda ishlash imkonini beradi.